Opa, seni Ra'no sinfdoshimmi? Akasi so'rabdi, yigiti yo'qmi deb. Ana, sen Shahzod xom semiz aytyapsanmi? Dildora, meni fukusim zalga borgan qachchoq bo'ldi bildingchi. Yo'qol hayotdan chiqib ket. Hop. Opa, seni magazinchi Jasur aka so'radi. Cho'ta nimadir gap bordi. U do'ng peshona-ku, tepa kal-ku, to'g'ri kelmaydi bilasan, meni fukusim qanaqa? Shohruxxon bo'lsa sochlari mana bunaqa. Voy, Hindistonga borib tang. Yo'qol hozir urib o'ldiraman. Xo'p, Ha, kim so'radi yana? qo'shnimiz Azdaka Rossiyachi bor, shu so'radi. Kobalt topdilar. Dildora, menga kobalt qilib asabimni buzma. Bilasanmi, meni yigitim qanaqa bo'lish kerak? Dubaydan 3 xonali uyi bo'lish kerak. Geliga bo'lish kerak. Men zagar olib, oyog'imni cho'zib olib, apelsin listokchalar bilan men tipajimni kobaltga sotaman deysanmi sen? Asabimni buzma, yo'qolda. Bo'lsin. Ha, Qo'shni qishloqdagi Mashrab degani seni so'rabdi. bo'ladi, zur. Eshak aravasi bor ekan. Chotki. Bo'ldi, gaplashib kelay. Gaplashqani. Ha. U o'libdi. Men bir kirib chiqay.